Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun çarşamba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızning təfsilatida bo'lsin. Turkiyada aktiv faoliyat elib berayotgan Dünya Uyg'ur Qurultayı vaqfisi, Sharq Turkiston tadqiqot vaqfisi, Uyg'ur akademiyasi vaqfisi, Uyghur Hareketi Teşkilatı ve Uyghur Tədqiqat Mərkəzi qatarlıq təşkilatlar Xitay Kommunistik Partiyası Tashqi Münasibətlər Komitetinin rəisi və qoşumçu Xitay Tashqi İşlər Ministri Wang Yi'nin bugün, yəni 26 iyul günü Türkiyədə başlayan ziyarəti münasibəti bilan birləşmə bayonot e'lon qilib, Türkiyə hökumətindən Wang Yi bilan elib bardigan görüşlərdə Xitayning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi və insoniyat qarshi jinoyatlarini dərhal to'xtatish haqida Xitayga besim ishlatishni talab qildi. O'tgan yil 12 oyda Xitay Tashqi İşlər Ministri bo'lgan Qin Gang bu yıl 6 ayının 25 gündən başlap bir ayga yaqin yo'qolib ketgandan keyin mansabdan qoldirilgan və onun huquqini Xitay Kommunistik Partiyası Tashqi Münasibətlər Komitetining raisi Wang Yi o'tkazib olgan edi. Bu vaqe bütün dünyada zor qolg'ul qo'zg'ayotgan bir paytda Xitoyning yangi tashqi ishlar ministri Wang Yi'ning Turkiyaga ziyoratga kelishi chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur Qurultayı vaqfisi qatorliq 5 tashkilot tarafidan e'lon qilingan o'rtaq bayonotda Xitoyning 2017 yildan buyon Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarining hozirmi ham shiddat bilan davom qilayotganligi amaliy misollar bilan ko'rsatib o'tildi. Va BDT kishilik huquq oliy komissarlik tarafidan e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladda Sharq Turkistonda jiddiy kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlarining davom qilayotganligi, shundaqla Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyat qarshi jinoyat sodir qilish mumkinchiligining barliq ko'p taraflamlik dalillar bilan o'ttirib qo'yilganligi, hozir qadar Yevropa Birligi va Amerika hukumatining o'z ichiga olgan 10 davlatning Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb maxsus qaror qabul qilganligi, Dünya Uyg'ur Qurultayıning arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 2021 yili 12 oyning 9 kuni Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat ekanligi haqida hukm chiqarganligi ta'kidlab o'tildi. Va Turkiya hukumatining munosabatli organlaridan bu qatim Wang Yi bilan elib borgan suhbatlarida tövəndəki 7 turlik masalani o'tirib qo'yishni talab qildi. Birinchidan, Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatidan darhol voz kechishi, Uyg'urlarni asos qilgan Sharq Turkiston xalqining insoniy haq-huquqlari, bo'libmi ona tilini ishlatish va diniy e'tiqod erkinligiga to'liq kapolatga ega qilinishi lozim. İkinchidan, Sharq Turkistonga Xitoy ko'chmanlarini yo'tkash orqali Sharq Turkistonning milliy tarkibini buzib, Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib yo'qotish siyosatini darhol to'xtatishi lozim. Uchinchidan, begunoh holda jazo lagerlarida va turmalarda tutib turilayotgan Sharq Turkistonliklar darhol shartsiz qo'yib berilishi lozim. To'rtinchidan, Turkiyadan bir hay'atning Sharq Turkistonda erkin va to'solg'usiz holda tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yilishi lozim. Beshinchidan, Sharq Turkistonda lagerlarda va turmalarda tutib turilayotgan Turkiya grajdanlarining darhol qo'yib berilib, ularning Turkiya qaytishiga yo'l qo'yishi lozim. Oltinchidan, Turkiya grajdan bo'lgan yoki Turkiyada yashayotgan minglagan Uyg'urlarning vataniga oila a'zolari bilan aloqa qilishiga yo'l qo'yilishi, parcha-parcha bo'lgan oilalarning bir-biri bilan qaytadan jam bo'lishiga yo'l qo'yilishi va bu xil tragediyalarga uzil-kesil xotim berilishi lozim. Yettinchidan, Uyg'urlarga qaratilayotgan sayohat cheklamasi amaldan qoldirilishi lozim. Yuqorqi birlashma bayonot Turkiyaning munosabatli hukumat organlariga yo'llab berildi. Uningdan boshqa yana Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi'ning Turkiya ziyorati munosabati bilan Sharq Turkiston ulamolar birligi tarafidan bugun, ya'ni 26 iyul tushdan burun Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Ya'ni shundaqla Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi'ning Turkiya ziyorati munosabati bilan Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlari tarafidan #faoliyati boshlandi. Xalqaro kechirim tashkiloti Marokash tutib turilayotganiga 2 yil bo'lgan İdris Hasan uchun Twitter yo'llab, İdris Hasanni Xitoyga o'tkazib bermaslik, uningga erkinlik berish to'g'riliq Marokash hukumatiga chaqiriq qilgan. Yaqinda e'lon qilingan bu chaqiriqda İdris Hasan taxich u yerda har vaqt Xitoyga qaytarilish, qiyin qistoq elinish xavfida turmoqda. Biz Marokash hukumatini uni Xitoyga o'tkazib bermaslikka chaqiramiz deyilgan. Ondan İdris Hasanning surati bilan birlikda hammamizning yashash haqqi, yashagandami erkinlik va tinchlikda yashash haqqimiz bor degan so'zlar hamda jiddiy harakat qilish degan eskartishlar berilgan. İdris Hasan Marokash davlat xavfsizlik xodimlari tomonidan 2021 yili 7 oyning 19 kuni Marokashning Casablanca aerodromida qo'lga olingandan buyon shu yerdagi bir turmada tutib turilmoqda. O'tgan yil 7 oyning 19 kuni Dünya Uyg'ur Qurultayı qatorliq 40 dan ortiq xalqaro tashkilot Uyg'ur faoliyatchi İdris Hasanning qo'lga olinganligining 1 yillik munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Marokash hukumatidan İdris Hasanni turmadan qo'yib berishni talab qilgan edi.
Wall Street jurnalining 25-iyul kuni bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Qin Gang bir oyga yaqin yo'qolib ketgandan keyin mansabdan qoldirilgan. Uning huquqini Xitoyning bosh diplomatiya amaldori Wang Yi o'tkazib olgan. Bu o'zgarishlar Xitoy hokimiyatining sirliq, g'alita va yangi ichida huquq sodisi qildigan mohiyatini oshkorlab bergan. O'tgan yil 12-oyda Xitoy tashqi ishlar ministri bo'lgan Qin Gang bu yil 6-oyning 25-kunidan boshlab yo'qolib ketgan. Bir qancha muhim xalqaro yig'inlarga qatnashmagan bo'lib, shuningdan tortib xalqaro taratqularning diqqat nuqtasida bo'lib kelgan edi. Amerika ovozi to'rining 25-iyul kuni bergan xabarda aytilishicha, bu yil 57 yoshga kirgan Qin Gang Shi Jinpingning yaqin odami bo'lib, nihoyat tez o'stirilgan. Oldi bilan Xitoyning Amerikadagi bosh elchisi, orqadilla tashqi ishlar ministri bo'lib tayinlangan. Odatda bir davlatning tashqi ishlar ministri 26 kun yo'qolib ketadigan ish kamdan kam ko'riladigan bo'lib, ammo bu ish Xitoyda yuz bergan. Xabar analizida ko'rsatilishicha, Xitoyning hokimiyat tuzilmasi to'liq sirliq, bekinma bo'lib, yuqori darajalik amaldorlarning olmishi yangichida ilib berildi ekan. Mana bular Qin Gang yo'qolib ketib, nurg'un gaplar chiqqandan keyinmi, Xitoy hukumatining jim turilishining yoki Qin Gang og'rib qoldi deb yolg'on aytishning bir sababi ekan. Mazkur voqea navbatda g'arb matbuotlarining eng qiziq temalarining biriga aylandi. Uyghur Akademiyasining uyushtirishi Amerika Tinchlik institutining yordami bilan 11-iyul kuni Anqarada Uyghur yoshlarini Uyghur madaniyati bo'yicha tarbiyalash kursi o'zining barliq kun tartiblarini to'liq o'rindab, 25-iyul kuni muvaffaqiyatli oxirlashdi. Mazkur kurs Uyghur Akademiyasi tarafidan 7-oyning 8-kunidan 7-oyning 10-kunigacha Anqarada chaqirilgan Uyghur irqi qirg'inchiligi davomlashayotganda diasporadagi Uyghur tili va madaniyatini qo'g'dab qilish degan temadagi xalqaro muhokama yig'inining muhim tarkibi qismi bo'lib hisoblanadi. Anqara New Park mehmonxonasida ilib berilgan va 2 hafta davom qilgan kursda Amerika, Kanada, Yaponiya, Avstraliya, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Yevropa davlatlaridan bo'lib, jami 14 davlatdan kelgan 34 nafar kursantga ana til maktablarining tajribalik o'qituvchilari, Uyg'ur pedagoglar, tarixchilar, san'atkorlar va tadqiqotchilarni tarkib topgan o'qituvchilar heyati tarafidan Uyg'ur ana tili, Uyg'ur madaniyat san'ati va Uyg'ur tarixi bilimlari bo'yicha maxsus darslar berildi. Kursantlarni eng qiziqtirgan darslarning biri Uyg'ur naqsh usul san'ati bo'ldi. Kursning tunji kuni kursga qatnashgan yigitlarimizga peshqadam san'atkorlarimiz tarafidan Uyg'ur usul san'atining javhari hisoblangan sama usuli o'rgatildi. Buningdan cheksiz mamnun bo'lgan kursantlar sama usulini o'zdirtirishlik davlatlardagi Uyg'ur yoshlari orasida umumlashtirishga g'ayrat qilganliklarini ifoda qilishdi. Onundan başqa yeni kursantlarımızga Uyghur Yevropa ansamblining qurg'uvchisi, tonilgan san'atkor Muxtar Abdukerim Jambaz efendim tarafidan 2 kunlik dutor chilish mahorati o'rgatildi. Yoshlarimizning 2 kun ichida dutor chilishni o'rganib, dutor bilan naqsh o'rinlab chiqishi o'qituvchilarni hayron qoldirdi va bidokor o'qituvchilar yoshlarimizning aql parosatiga opirin o'qishdi. Yoshlarimizni qiziqtirgan darslarning yana biri she'r deklamasiya qilish darsi bo'ldi. Dars jarayonida Nayt Tezla Abduxoliq Uyg'urning O'yg'on nomli she'rini yodlab chiqqan yoshlarimiz uni nayt güzel şekilde deklamasiya qilib chiqib, o'qituvchilarning qalbida taxt qurdi. Uyg'ur o'yg'on, uyqum bitar. Senda mal yo'q, endi kessar, jon ketar. Bu o'limdan o'zingni qutqizmasang, ah sening holing xatar, holing xatar. Qop dedim, beşim götür, uyqungni aç. Raqibing boshini kes, qonini chach. Ko'z ichib atrofga dam boqmasang, bilasan o'rmonda bir kun noiloj. Hilmi o'xshaydi tinim. Shunga yo'qmi ancha o'limdan g'inim. Qichqirsam qimirlamaylar sen. Uyg'onmay o'lmoqchimisan shu ketim. Gözümni yuvan içip etrafqa bak. Öz iqbalın haqqida o'yla uzoq. Kessa qoldun bu g'animat fursati. Kelajak ishim chatoq, ishim chatoq. İçsana ko'nglim sana ey Uyg'urum. Sertleşim, peyrindişim, dört tukunum. Köyünü bağlatığa oynatsam seni, anlamaysan zadı nime olgunum.
Keldi bir gün pişayman bo'lsan. Tekdiga gapning shu chog'da yetsan. Hep desem o çağda ülgürmey kalar. Şunda Uygur sözüge ten bersen. Uyghur Akademiyasining uyushtirishi Amerika Tinchlik institutining yardım bilan Anqarada uyushtirilgan Uyg'ur yoshlarni Uyg'ur madaniyati bo'yicha tarbiyalash kursi 25-iyul kuni muvaffaqiyatli oxirlashdi. Mazkur kursning 25-iyul kuni Anqara New Park mehmonxonasida o'tkazilgan yepilish marosimi Sharq Turkistonning Istiqlol marshi bilan boshlandi. Keyin mazkur kursning yetakchi o'qituvchisi Dr. Mag'firat Kamal xonim Uyg'ur Akademiyasi raisi Rishad Abbos apandining yepilish nutqini o'qib berdi. U mundaq dedi: "Oldi bilan men butun zehni va kuchi bilan bu 2 hafta kursantlarga dars o'tib bergan barliq peshqadam va tajribalik o'qituvchilarga rahmat aytaman. Jafo chekdinglar. Buning bilan birga bu 2 hafta jarayonida hamma dars va faoliyatlarga to'liq qatnashib, tashkiliy tuzumga bo'ysunib, unumli natija hosil qilgan barliq o'quvchilarga rahmat aytaman. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi davomlashayotgan mushundaq jiddiy bir paytda diasporada Uyg'ur ona tili va madaniyatini qo'g'dab qilish va davomlashtirish har bir Uyg'urning bosh tortib bo'lolmas burchi va vazifasidir. Sizlar yoshlar bizning kelgusimiz va izbosarlarimiz. Şoň biz bu programmani o'rinlashtirish orqali dunyoning har qaysi joylaridan sizlardek ilg'or yoshlar vakillarini tanlab, bu yerda yolg'iz Uyg'ur tili emas, balki Uyg'ur madaniyati, san'ati, tarixi, bo'libmi Uyg'ur kimligini tanitish, sizlarni o'zaro uchrashtirish orqali kelgusidagi hamkorlikqa yo'l ochishni maqsad qildik. İşinimenki bu 2 haftalik faoliyat orqali sizlarmi ko'p natijalarga erishdinglar. Sizlarning qaytgandan keyin o'z yurtinglardagi ana til maktablari va atrofinglardagi yoshlarga bu 2 hafta jarayonida o'rganganinglar to'g'risida doklad berishinglarni va o'zinglarga o'xshash yoshlarni tashkillab, birlikda Uyg'ur tilini, madaniyatini, tarixini o'rganish muhiti hazırlashinglarni va Uyg'ur kimliginglarni davomlashtirishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Yepilish marosimida yana Uyg'ur yoshlarining vakillari so'z qilib, 2 hafta bo'yicha o'zlariga ajr singdirib qimmatli bilimlarni o'rgatgan mehribon va fidokor o'qituvchilarga rahmat aytish bilan birga, ularga kursantlar nomidan gul va sovg'a taqdim qilishdi. Assalomu alaykum, qadrdon o'zimizning qatnashchilar, hurmatli ustozlar, mazkur kursni uyushtirib chiqqan bizning jonkuyar insonlarimiz. Bugungi fursatni foydalanib barchalarga bizning sinfning nomidan, shaxsan o'zimning nomidan rahmat aytgim keldim. Egilib ta'zim qilib keldim. Ana tilimizni saqlash har birimizning muqaddas borchi ekanligini shu kursda bizga yetkazib chiqqan ustozlarimizga sizlarning amginglar bosh ketmadi degan so'zlar. Chunki bugungi kunlikda biz har birimiz o'zimizning Uyg'urligimizni yana texnik sezinib, kelajakda ulardan uchrashishlarni qilishga ilhomlandik. Sizlarga ming tashakkur. Bizni ayolib o'zimizning ustozimiz Suyar Malimga rahmatimizni aytamiz keldi. Sizni o'tirib bizden azraq bo'lsin, sizga sabab bo'lsin. Hammamiz sizga yuragimizdan, qaytadan, qalbimizdan terdim. Ming rahmat demoqchimiz. Sizni sevamiz, sizni yaxshi ko'ramiz. Barchalarga yanıma edim. Rahmat. Assalomu alaykum o'zbeklar, biz ishchilar. Bugun shu bizning fikrimiz so'g'ilib, ichki so'zlamoqchi bo'lsa, bizning rahmatimizni bildirmoqchi, katta rahmat. Va shu 2 haftalik kursning jarayonida biz Uyg'ur madaniyatini o'rgatgan, Uyg'ur san'at, Uyg'ur usul va bizning ma'rifat uchun shit o'tgan bolalar to'g'risida o'rganganimizni xush olduk, rahmat uchun. Shu biz ham bugun hamma ma'lumotlar uchun o'smi az bo'lsin bizning ko'nglimizda kunlarni tayyor qildik.
Hörmətli görürmənlər, yuqarı diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.